وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum hürmetlik Uyghur mümin musulman qarindaşlarım. Allah subhanahu wa ta'ala'nın salamı sizlerge bolsun. Meyle dünyanın nerede bulunla Allah subhanahu wa ta'ala seni hatırcam, tinç aman, baxt, saadetlik kılsın. Hürmetlik qarindaşlarım. Miladi 610 yılı 8. ayının 10. günse Ramazan ayının 21. günü Düşenbe keçide Erş Taala tarafından ziminga bir nida geldi. Yani Mekke ziminga bir nida geldi. Bu nida bolsa Ya Muhammed ente Resulullah. Ey Muhammed sen Allah'ın elçisidirsen degen nida idi. Mana bu nida kelişi bilen alemşumul bir özgürüş payda buldu. Tarixda yeni bir sahifeler içildi. Biz bugün mana bu haqda to'xtalmoqchi. Endi biz to'xtalmoqchi bo'lgan bu tema bo'lsa bir musulmonning hayotida balki butun yer shari xarakterlik ajoyib bir muhim va buyuk bir tema. Mendek bir talibchaqning bu tema haqida to'xtalish haqqi yo'q. Çünkü biz acayip bir tema hakkında to'xtalmoqchi qarindoshlar. Biz shundoq bir adamning hayoti ustida to'xtalmoqchiki, Adem alayhissalomdan tortib ta qiyomatgachilik birdan bir sanıldigan. Zamonda tangdish yo'q sanıldigan bir shaxs ustida to'xtalmoqchi. İnsanlar şundaq bir utuq qazansımı, yani bir insanı biz acayip utuq qazangan insan desek, o insan şu hayatta ma'lum bir sahada utuq qazangan buldu. Ama biz bugün sözlemekçi bo'lgan shaxs bo'lsa, hayatının barliq sahalarda utuq qazangan zatdır. O kishi bo'lsa-mu, joni suyumlik Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şundaq bir shaxsga qarindoshlar. Bu kişinin alahidelikini, bu kişinin hayatını qalamlar bilan yezib, tilla bilan so'zlab tugatkili bo'lmaydi. Chunki o'ylab baqili qarindoshlar, biz bu shaxsning hayotini so'zlagan vaqtimizda hayotida bir qatimmi yolg'on aytib baqmagan. Hayatida bir qatimmi va'dasiga xiloflik qilib baqmagan. Hayatida o'zi shaxsiy manfaat uchun bir qatimmi ochiqlab baqmagan. Hayatida mayli kichik bola, cho'ng bola, dushmandan boshqasi qo'l ko'tarib baqmagan, ayollarni haqoratlab baqmagan, urib baqmagan. Balki ayollari bu kishini maqtab, bu adamның axloqini maqtab faxrlandigan mushundaq bir shaxs ustida to'xtalmoqchi. Xadicha onamiz mana bu Rasulullahni payg'ambar bo'lishdan burun maqtab nima deydi? Kalla vallah la yukhzikallahu abada innaka latasilur rahma wa tuqirrud dayf wa tuksibul ma'dum ve tu'inu ala nawaibil haq. Ey Muhammed, Allah seni herkes mi xar qilmaydi? Yani peygamber buluştuğun ilgili sözüme qarindoshlar. Çünkü sen acayip bir güzel ahlak sahibidirsen. Sen tuqqanlaringlar bilan yaxshi o'tsan. Aciz miskinlarning beşini silaysan, yo'qsizlarga yordam qilasan, davomliq haq tarafdor tursan. Mehmonlarni hurmatlaysan. Sendek isil axloqli bir kishini Allohning xor qilish mumkin emas deb Rasulullahning axloqini mushunda maqtagan zot haqida.
Hatta kafirler Rasulullah peygamber buluştun ilgiri Rasulullah'a Allah'ı bir nam bergen. U bozqası el-emin. İşençilik, sadık, samimi adam deb Rasulullah'ını Muhammed deb atmay el-emin deb ataydı. Yani samimi sadık adam deb ataydı. Biz mana bu zat hakkında to'xtalmoqchi. Agar Rasulullah'ni o'ylab baqili, axloqini desek shunday go'zal axloq, ibodatini desakchu, kechalari namoz o'qib, putlari qapirib ketgan. Kechirimchanligini desakchu, butun Makkani fath qilib, o'zini jutudan qo'g'lab chiqargan, tuqqanlarni o'ltirgan, zulm qilgan, haddidan oshganlar Rasulullahning qo'liga asir tushgan vaqtda hammanglar uyinglar xotirjam ketinglar, sil erkin degan. Saxiyliqdichu. Bir odam bir tal bir narsa olsa 10 hassalab, 20 hassalab qaytgan. Hatto Rasulullahning qashiga kelgan odamlar, "Ey insonlar, men Rasulullahdak bir saxiy odamni ko'mdim" deyotgan. Muloyimligidichu. Rasulullahning bo'yinlariga og'amchini silib, tortib, "Ey Muhammad" deb to'lisa, kulimsirab muomala qilgan. Mana mushundaq so'zlasak so'z tugamaydigan, yozsak dastan bo'ladigan mana bu shaxs haqida to'xtalmoqchi. Endi qarindoshlarimiz, ulamolarimiz deydi, koinot bo'lsa ovozsiz Qur'on. Qur'on bo'lsa ovozli koinot. Muhammad aleyhisselam bo'lsa mingivatgan Qur'on, yani tirik Qur'on degan. Mana buni Ayşe anamiz degan. Yani Rasulullah qandaq odam edi degan vaqtda Ayşe anamiz Rasulullahning ayoli. Hammamiz bilamiz, bir insonning, bir erkishning eng ojizlik nuqtalarini bildigan, eng axloqini hammadan bak bildigan odam shu kishining ayoli. Shu ayolidan Rasulullah qandaq bir erti desa, Rasulullah Qur'on yemshi degan. Rasulullah mingivatgan Qur'on degani tirik Qur'on degan qarindoshlar. Uning ustiga Ayşe anamiz Rasulullahning bir ayol emas, 9 ayolning birisi. Yani 9 ayolning birisi turib Rasulullah mingivatgan Qur'on degan. Shuning uchun her bir mu'min, musulmanның, mana mushundaq bir payg'ambarning Allah subhanahu wa ta'ala "Va ma arsalnaka rahmatan lil alamin" ey Muhammad, biz seni bütün olamga rahmat qilib avatdiq degan payg'ambar. Ey qarindoshlar, tushunaylik. Yani faqat biz musulmonlar emas, agar g'ayri musulmonlarmi mushni tushunsa, Muhammad aleyhisselam insoniyat uchun rahmatdir. İnsaniyet üçün baxt saadetdir. Agar her bir shaxs, her bir oila, her bir qo'mondan, her bir siyosiyon, her bir qonunshunos, her bir tijoratchi Rasulullahni tushunib, Rasulullahning tutgan yo'lini tutib mangsa, o kishi ikki dunyoda baxt saodatman bulut qarindoshlar. Agar musulmon bo'lmasa, mushu dunyoda Rasulullahni o'rnak qilib, Rasulullahning hayotini tushunib, shuningdan foydalansa, bu dunyoda baxtli bo'ladi qarindoshlar. Shuning uchun bizlam emas Rasulullahni maqtaydigan. Hammamiz bilamiz, dunyodagi mashhur 100 shaxslar degan kitobni yozgan Xristian odam Rasulullahni shu 100 odamning ichidagi eng birinchisi qilgan. Endi biz voy dunyodagi 100 shaxsning eng mashhurni payg'ambar alayhisalom qilibdi deb xo'shinmaymiz. Ba'zan musulmonlar xo'shib ketdi. Bu Rasulullahni uning qatori qilib qo'yganlik, Rasulullahning qadrini to'liq tunib yetmaganlik. Bizda da qarindoshlar. Dunyoda insonlar ming mashhur shaxs bo'lsin, shu hayotning bir sohasida utuq qozongan. Ammo Rasulullohcho namunalik namunalik askar, namunalik dada, namunalik qo'mondan, namunalik payg'ambar, namunalik bir olim, namunalik bir tijoratchi, bir nihoyatda mahoratli siyosiyon, yana hayotning barliq sohasida utuq qozongan bir zot. Qandoq qilib bu Napolyon, bu Gandhi, bu Shakespeare,
bu Aristotel, bu Aflatun Resulullah'ın qatarı tizlalsın. Resulullah'ni faqat peygamberlerinin qatarı tizish mümkün. Belki şu peygamberlerinin en katısı birinci numurluqi mana biz canlar peygamberimizdir. O başkaya tizip koyganlık bu nahaq. To'g'ri emas. Shuning uchun musulmon qarindoshlarimiz voy bu yerga Rasulullah'ninki ismini tizib qo'yibdi, voy munda qilibdi deb qo'sholmasak bo'ldi. Balki bu selishtirishga bo'lmaydigan bir tarixda bir qatam takrorlangan shaxs. Endi qarindoshlarimiz bu Rasulullah'ning hayoti bizga dinimizni haqiqiy to'g'ri ravishda tushuntirib berdi. Masalan, Qur'oni Karimni bir senaryo desak, Rasulullah bir bu senaryoni jonliq bir harakatga aylantirgan bir zot. Biz bilamiz, Qur'oni Karim bir senaryo. Agar biz bir xil senaryoni 10 kino shirkatiga bersak, shu bir senaryodan 10 kino shirkati 10 xil film ishlab chiqadi. To'g'ri, senaryo bir. Ya'ni filmning senaryosi bir. Ammo 10 shirkat 10 xil ishlaydi. Mana bu hayotlik. Ammo Qur'oni Karimchi shunda bo'lganlikdan Qur'oni Karimni Rasululloh o'zining so'zi bilan, o'zining harakati bilan, o'zining hayoti bilan bizga tushuntirib berdi. Biz mana bu payg'ambar haqida bayon qilamiz qarindoshlar. Biz shundoq bir payg'ambarning hayoti to'xtalamizki, bu payg'ambar inson oyig'i tegmagan yerga borgan. Arshi Allohga chiqqan qarindoshlarimiz. Arshi Allohga chiqqan vaqtida o'ylab baqili. Jibril alayhissalom barammagan yerga borgan. Arshi Allohga chiqib 7-qavat osmondan Arshi Allohga chiqadigan vaqtida Jibril o'tamagan. Hatto Rasululloh agar Jibril bir qadam oldiga mangan bo'lsa, kuyib ketsa bo'lardi degan. Mana mushundoq yerga borgan. O'z ko'zi bilan jannat do'zaxni ko'rgan. Allah subhanahu va taolaning kamoli qudratini o'z ko'zi bilan ko'rib kelgan. Mushundoq Allah subhanahu va taolaning nidosini o'z quliqi bilan anglagan bir zot haqida to'xtalmoqchi. Shuning uchun Rasulullahning hayotini bilish har bir mu'min musulmonga farz qarindoshlar. Biz bu dinimizni Rasulullah'ның hayatını qanday tushunamiz? Biz bu ibadetlerimizni Rasulullah'ның hayatını tushunmay turib qanday qilamiz? Shuning uchun har bir musulmonga Rasulullah'ның hayotini bilish bosh tortib bo'lmaydigan majburiyat va farz. Bo'libmi dinni to'g'ri tushunadigan qarindoshlarimiz. Hozir qarab boqadigan bo'lsak, shunama mush dinni tushunish bak taslishib ketib atadi. Qanday taslishib atadi? Internet, tor, televizor, mushu yangi zamon aloqalash qurollarininki umlish bilan biladiganlarmi, bilmaydiganlarmi, azroq biladiganlarmi, chalalarmi og'iz kelgancha so'zlab xalqimizni qaymoqtirib atadi. Shuning uchun men bir islom dinini Allah tushungan peti ayni sap holatda tushunib baqay degan odam Rasulullah'ning hayotini tal to'kis bir qatim bilib chiqish kerak. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deydi: "Qul innama a'izukum biwahida. An taqumu lillahi mathna wa furada. Thumma tatafakkaru ma bi sahibikum min jinnah." Sizlar ey musulmonlar, men sizlarga eng muhim bir nasihatni qilay dedi Alloh subhanahu va taolo. Men sizlarga eng muhim bir nasihatni qilay. U bo'lsa-mu, mayli ikki odam bo'linglar, mayli bir odam bo'linglar, Alloh rizoligi uchun o'rninglardan turinglar. Ya'ni ish qilinglar. Men yolg'iz qoldim demanglar. Bir bo'lsanglar bir, ikki bo'lsanglar ikki. Hamma odam Allohga ibodat qilinglar, Alloh rizoligi uchun o'rnidan turinglar, Alloh rizoligi uchun ish qilinglar. Deb bo'lib, ondan keyin sizlar jon qarindoshinglar bo'lgan Muhammad alayhisolamning haqqida tafakkur qilinglar dedi.
Rasulullah'ның сахилығы haqqı tefekkür qılыңlar. Rasulullah'ның ahlakı haqqı tefekkür qılыңlar. Rasulullah uruştu qandaq uruş qılgan, tinchlik o'tgani qanda tinchlik o'tgan, haq qanda ching tugan, haqni qo'g'dash yo'lida qanchalik qurbonlik bergan. Yani muşu Resulullah'ın apucallığı, keçirimcallığı, ahlakı, bütün hayatı, Resulullah hoşnuslan kanda muamel kılattı, dostlar olan kanda muamel kılattı, yaşlar olan kanda muamel kılattı, küçükler olan kanda muamel kılattı. Muş hakta oylananlar dedi kardeşler. Ben muşu dersimni anlap olduğan kardeşlerden şundak bir sual sorgam keldi. Ey kardeşlerim, sizler hemmenler mümin Müslümanlar biz Resulullah'ı yaxşı görümüz deysizler. Resulullah'ı yaxşı görmeseniz sizler kamil mümin Müslüman emas. Çukum yaxşı görüşünler gerek. Lekin men sizlerden bir sual soray. Eğer sizler Resulullah'ı yaxşı görseniz, Resulullah'ın bir günlük hayatı 24 saat içinde qandaq bir ishlarni qiladi. Bomdod namozdan oldikanda nima ish qiladi? Peshin namozdan oldikanda nima ish qiladi? Asr namozdan oldikanda nima ish qiladi? Xuftan namozdan oldikanda nima ish qiladi? Mushuni bilamsizlar. Meningcha nurg'unlaringlar bilmaysizlar. Lekin sizlar biz Rasulullah'ның ümmeti deysizlar. Qiyomat kuni şu Rasulullah'ның Havz-i Kevser'dan qiyomat mahsharga meydanida osmon cho'g' yer qo'g' bo'lgan vaqtida Rasulullah'ның Havz-i Kevser'dan şarap içimiz deysizlar. Lekin Rasulullah'ni tushunmasanglar. Bu Resulullah'ның bir adam kelib sizlar musulmonlardan bir Rasulullah qaydaroq adam edi. Chiroyi shakli qandaqdi? O adam bir günde bir günlük turmuşu qandaq ötdi. Hatta biz şu Resulullah'ның bir gündeki turmuşunu bilip şu boyunca hayatımızı tatbiqlab, şu boyunca yaşaş bizning mecburiyetimiz qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Ati'ullaha wa ati'ur rasul." Allohga itoat qilinglar, Allohning payg'ambariga itoat qilinglar deydi. Payg'ambarga itoat qilinglar deb shu payg'ambar qarashini qilinglar, payg'ambarning yo'lida menginglar degan gap qarindoshlar. Bilmasanlar qanday ma'noslar. Şunun için Resulullah'ın hayatını ögünüş biz için baş tatip olamaydıgan acayip mühim bir meselenin biri kardeşler. Şundak kardeşlerimiz biz şundak bir şahsının hayatını öğrenmekçi buluvatımız ki bu şahsını Allah subhanahu wa ta'ala özünün kalamı boğan Kur'an-ı Kerim'de Allah şahsen özü maqtagan zat. Yani maqtagandımu şundaq maqtagan ki qarindoshlar. Allah Resulullah'ını maqtab, Resulullah'ını axlab, Resulullah'ның şanini kötürüp azalarını maqtagan, közünü maqtagan, qalbini maqtagan, ahlini maqtagan. Nima degan Allah subhanahu wa ta'ala? Ma zagal basaru wa ma taga. Muhammed'nin közü yani Peygamber Aleyhisselam'ın közü aynı mayna qaramadı ve çeklengen rayının neresiga ötmedi deb Rasulullah Erişalaga çıkkan vaqtida Rasulullah'ın közünü açtırmaktadı. Bazılarımız bir adamni uy kirsek mında qaraymiz, onun bunun qaraymiz, qarash tegishli bo'lmagan narsaga qaraymiz. Alloh nim dedi, Muhammed qarashqa tegishli bo'lmagan hech narsaga qarab baxmagan ko'z onun ko'zi dedi. Resulullah'ın ki samimiyetini maqtab, Resulullah'ın rastçılığını maqtab. Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyu yuha. Muhammed aleyhisselam bolsa faqat özlügidilam ağzıga kelganini sözlemeydi. Özünün ra'yi bilan sözlemeydi. Özünün menfaati uchun sözlemeydi. Resulullah'ın ağzından çıkan gapning o'zi vahiydir dedi qarindoshlar. Resulullah'ın şanının uluğluğunu maqtab. Ve rafa'na leke zikrak. Ey Muhammed biz senin şanını uluq qildik dedi. Şunun uluq. 1400 oldu uluq buluvatıdı. Erşi aladı uluq qarindoshlar. Allah'ın dergahıydı uluq. Yer şarda yaşavatkan 1.700.000 Müslümanның dergahıydı uluq. Uluğluğunu biz emas kafirlarni itiraf qildi. Ben bunu sözlep öttüm. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah'ın kalbini maqtab. Ma kezebel fuadu ma ra'a. Resulullah özü kögen haqiqatni hergiz inkar qilib baxmagan deydi. Ko'zi kögen amaliyatni, haqiqatni inkar qilgan adam emas. Deb mushundaq
maqtadi. Rasulullah'ın kalbini maqtab, Rasulullah'ın ko'nglini maqtab. Alam nashrah laka sadrak. Biz senin kalbini nati yup yuruq qilmadikmi? Shunda yuruq, nurliq qilmadikmi deb maqtadi. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah'ın pak insan ekanligini, gunohdan xoli insan ekanligini maqtab, "Va rafa'na laka zik va wada'na anka wizrak." Bütün üstündeki meynat bulg'angan nachar illatlarni hammasini biz yo'q qilyaptik, ko'taryaptik dedi qarindoshlar. Rasulullahni mushunda maqtab kelib, anandan keyin shunda bir maqtadiki, "Va innaka la'ala xuluqun azim." Ey Muhammad deb turib, Alloh bevosita Rasululloh turib, "Ey Muhammad, sen bo'lsang ajoyib go'zal axloq sohibidirsan" dedi qarindoshlar. Ya Allah. Güzel ahlak sahibidirsen. Resulullah'ın hayatını okuyan her bir insanın, mümin Müslümanın vücudu lezzikemey turanmaydı. Bu Resulullah'ın uruştaki ahlakı, düşmanlar bilen boğan ahlakı, ailesinde boğan ahlakı, pekir, aciz, miskinler bilen boğan ahlakı, düşmanlar bilen boğan ahlakı. Ya Allah, qarindoshlarimiz. Men her bir mümin Müslüman qarindoshlarni mushu daqiqadan başlap vaqtni faqat israf qilmay Rasulullah'ın hayatını öğünüşke çaqiriq qilman. Nima uchun qarindoshlar? Chunki Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Va ma atakumur rasulu fakhuzuhu va ma nahakum anhu fantahu." Rasulullah sizlarni buyurgan, sizlarga bergan buyurgan ishni qilinglar. Rasulullah cheklagan ishni yeninglar deb Alloh sizlarga buyruq qiladi. Biz Rasulullahni bilmasak, Rasulullahning hayotini bilmasak, qanday qilib Rasulullah cheklagan ishni bilamiz? Biz Rasulullahning hayotini tushunmasak, Rasulullahning qilgan ishlarini, degan so'zlarini, hayotini biz tushunmasak, Rasulullah buyurgan ishni qanday bilamiz qarindoshlarimiz? Allah subhanahu wa ta'ala sil bizga shunday deydi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmil akhir. Bunda degine qarindoshlar. Haqiqatan deydi. Haqiqatan sizlar uchun payg'ambar alayhisalomda eng yaxshi o'rnak bor deydi. Yani her bir Müslümanların qarindoshlar, agar tijoratchi bo'lsang, Rasulullah sen uchun o'rnak. Rasulullah hayoti tijorat qilgan va utuq qozongan va haqiqiy bir musulmon tijoratchining simvoli bo'lgan. Agar bir er bo'lsang, Rasulullah sen uchun eng yaxshi namunlik erning örnek bulalaydı. Sen bir kumandan bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Siyasiyun bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Devletinin reisi bolsan sen üçün örnek bulalaydı. Puhra bolsan en yaxşı puhra bulalaydı. Sen bir zahid ibadetkar bolsan şu örnek bulalaydı. Resulullah her bir insanın bütün hayatıga, her bir insanın kandak insan buluşundan qat'i nazar şunun Resulullah'da bir örnek tapalaydı. Allah deydi, Resulullah sizlerge örnek var. Bu örnek kim üçünse? Limen kâne yercullah. Allah'ın rizalığını ümit kılan kişiler için Resulullah örnek deydi. Muş dünyada mümin Müslümanlar içinde Allah'ın rizalığını ümit kılmaydıgan bir insan var mı? Eğer ümit kıldığın bolsan Resulullah sen için örnek deydi. Dep bulup limenke vel yevmil ahir ve ahirette yaxşılıkını ümit kıldığı adam için Resulullah'da örnek var deydi. Şunun için biz neme demekçi? Biz aşındaq bir uluğ peygamber, aşındaq bir katı zat hakkında toxtaldık qarindoshlarimiz. Endi biz muş Resulullah'ın muşunda kadrini bilipdik. Allah maqtabdı. Bütün dünyadaki Müslümanlar maqtaymiz. Bizden eşip kapırlarmı iyisindeki kol koygan bir zat ne? Biz kancılık ügensek ola bu hayatına, bu kişinin hayatını. Zaten kancılık ügünüş gibi bel bağlasak ola. Biz ballarımızı kancılık ügütüp atımız qarindoshlarimiz. Hey biz ne? Xitayla, vatanda, Leping'den ügünonla, Unung'dan ügünonla, Mavzudun, Lenin'den ügünonla dep neçe yıl avar kıldım qımıdı mı? Aşu işplasla Resulullah'ın evatkan tırnık tenkenmeydi. Men emes üzdürü biliyordum işini. Hemmimiz bilimiz. Mavzudun
neçe insanı öldürdü? 60 milyon insanı öldürdü. Stalin neçe min insanı öldürdü? 40 milyon insanı öldürdü. Biz kimde ögündikemiz kardeşler? Hey dünya halkı zade muşnun Muhammed Aleyhisselam'dan noçu bir adam boz koya oturgan. Muşuna diyelim mi kardeşler? Resulullah'dek bir hayat utuq kazangan, insaniyetke baxt saadet ep kelgan. Hey oylap bakın. Hatta inşallah qarindoshlarimiz silmash Resulullah'ın hayatını o'qish jarayonida bo'lsalar. Rasulullah bütün aş nölden başlap Arab yerim arılda mükemmel bir devletin kurguchilik musulmonlardan o'lib ketgani 250, kafirlardan o'lgani 400 necha, yani 1000 adam o'lgi 1000 adam, yani din jiq o'lmay turib bir davlatni qurib olgan. Hozir biz qanday qilyapmiz? Ey dünyadaki meyli Amerika bolsun, meyli Xitaylar bolsun, komünistlar bolsun, milyon adamlarning jini zamin bo'yatidi. O'ylab baqili, Suriyada qanchalik insonlar qatl qilinadi. Vatanimizda necha ming insonlar qatl qilindi. Necha ming insonlar turumining qorong'u zindonlarida ahu chekyapti. Bu kim sabablik? Zolimlar sabablik. Ey ma Rasululloh cho qarindoshlarimiz, Rasululloh cho bizni ikki dunyo baxt saodatga erishtirdi. Bizni bu dunyoda eng baxtlik bir inson qilib, inson bo'lishimizga yetaklasa, oxiratda bizning qo'limizdan tutib jannatga akirdigan bir zot. Mush Rasulullohni söymay tura olamizmi? Söysak qandoq söymiz? Rasulullohning chiroy shaklini bilmay, qilgan ishini bilmay, kechasini ish qiladi, kunduzini ish qiladi, qanday tijorat qiladi, qo'shni bilan qanday muomala qiladi, xotin bolalari qanday muomala qiladi, düşman qanday muomala qiladi, urushni qanday qildi, xotirjamni qanday qildi, safarda qanday qildi, safar qilmaganda qanday qildi. Mushni bilmasak biz qandaqmi bir Rasulullohning ummati deya olamiz qarindoshlar. Rasululloh har xil hayotda yashadi. Munofiqlar yashadi, kofirlar yashadi, kofir qo'shnisi bo'ti, yahudi qo'shnisi bo'ti. Mana shuning hammasini biz o'rgansak, har qanday hayotimiz duch kelgan masalaga to'g'ri javob berish va to'g'ri pozitsiyada bo'lish va to'g'ri muomala qilish mahoratini biz nereden o'rganamiz? Dal Rasulullohning hayotidan o'rganamiz. Shuningga deyman, Resulullah'ın hayatını mükemmel bilgen bir adam hakiki bilim egisi buldu. Resulullah'ın hayatını bilip emel kılan adam oğulvaldık Müslüman buldu. Zamanımızda Müslümanlar tarafından emez, kafirlar tarafından hürmetlendiğin bir ziyali, medeniyetlik, sapağlık bir şahıs buldu. Bunu keskin etalayma kardeşler. Şunun için benim deydiğim, siz hayatınızda Resulullah'ın hayatını qanchalik öğrendiniz? Ballarınızı qanchalik öğrettiniz qarindoshlar? Mush ballarımızın tumu-tumularga, qan-qiniga, yurkining cho'nqur yerlariga, hüceylerge Resulullah'ın hayatını singdirib o'tish her bir ota-onaning, musulmonlarning boshda atib bo'lmaydigan ajoyib muhim majburiyatlarning biri. Bunu bilishimiz kerak. Mana biz mushu haqda sizlar bilan Erşaladan kelgan nida deb bir yurish darsini sizlarga taqdim qilish uchun o'tadim qarindoshlar. Hamda bu Rasulullahning hayoti qarindoshlarimiz tugitib bo'lmaydigan bir dengiz. Lekin men inshaalloh qo'limdan kelishicha Rasulullahning hayotini sizlarga tunishtiraman. Rasulullahning hayoti menda tarixiy vaqalikdek biz dangliq shaxslarning hayot tarjimonini o'qigandak o'qib qo'ydigan hayot emas. Bu Resulullah'ın hayatı ügünüp üzümüzge hayatlık nizami, kıbli namımız kılışımız gerek. Bu pek mühim qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala hemmimizni mushunday qilishga muvaffaq qilsin. Qarindoshlar, bazı dostlarımız bizden so'rashi mumkin. Hozir ummatninki ahvoli nihoyat xatar ichida. Halimiz bek xatarlik. Bu kunlarda bizga mushto'g'riliq bir yo'l ko'rsatmay, nima uchun bu yeni payg'ambar alayhisolamning hayotini so'zlab o'ltirdig'ando deb qilishinglar mumkin. Hurmatli qarindoshlarimiz, shuni bilinglarki, Rasulullohning hayotini bilish ajoyib bek muhim. Bo'libmi silbizdek beshiga mushundaq kun kelgan, zulm ostida ingrayotgan, chet ellarda sarganda bo'layotgan, ummatning Uyg'ur xalqining
kelajagi qorong'u, istiqboli majhul. Bu mavjudiyatlik jingini qilayotgan mushu paytlarda Rasulullohning hayotini o'rganish ajoyib bek muhim qarindoshlar. Endi Allah subhanahu wa ta'ala musulmonlarni kuntum xayra ummatin uxrijat linnas deydi. Sizlar ummatlar ichidagi, ya'ni Odam alayhisalomdan tortib yer sharida yashagan ummatlar ichidagi eng esil ummat deydi. Allah subhanahu wa ta'ala him bir oyatda وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا deydi. Biz shunda qildik deydi. Sizlarni oyatninki mazmunda biz sizlarni boshqalarga guvohchi qildik deydi. Va Muhammad alayhisalom sizlarga sizlarga guvohchi qildik degan gap, ya'ni sizlar bizni Alloh ummatlarning ustida turib, ummatlarning yaxshi yomonligiga guvohlik beradigan bir guvohchilardan qildi. Biz Allah biz sizlarni shunday qildik deydi. Ya'ni bunday aytgan chaqda biz boshqalarning ustidan hukm chiqarib bağlaydigan kishilar. Lekin bizning hozirgi ahvolimizda xalqni bağlash emas, xalq bizlarni bir hayvon qatorida ko'mayotdi. Musholatga tushib qoldik. Biz shunday bir holatga tushdikki, ya bir kishilar bahrilgan insoniy huquqdan bahrilanmaymiz. Normal bir davlatning fuqarosi bahrilangan bir huquqdan bahrilanmaymiz. Bütün dünyadagi zolimlar bizga qo'shiq soldi. Bizni bozak etmoqchi bo'ladi. Hatto ash o'zlari tuzgan qonun bo'yicha boshqarishdan bosh tortib, bizni bir quldek, bizni bir inson qatorida ko'mayotdi. Nim bo'lib bizningki ahvolimiz mushu bo'ldi qarindoshlar. Qarab baqadigan bo'lsak, biz har bir sohada nihoyatda orqada qoldik. O'ylab baqili. Dünyada musulmonlar davlati deb atilgan, ya'ni islom musulmonlar ko'p, fuqarolar ko'p, ya'ni ko'pincha fuqarosi musulmon bo'lgan davlatlardan dunyoda 60 davlat bor ekan. Mush 60 davlatning bütün qurollarini biriga kelsa Isroilchilik bir ilg'or qurol chiqmaydi ekan qarindoshlar. Biz ya'ni harbiy sohada mushunda aqida. Texnik sahasida ham aqida qarindoshlar. O'ylab baqili. Singapurda bir davlat bo'lish uchun musulmonlar 50-60 yil taraqqiy qilsa, Singapur joyida jim turpasa, anandan Singapurda bo'la oladi deydi. Bu nima mumkin qarindoshlar? Biz nimada bu kuni qoldik? Biz musulmonlar hozir eng duch kelayotgan krizislar. Biz oldi bilan fikr krizisida yashayapmiz. Chunki dunyoni o'zgartiradigan fikr. Bizda qattiq fikr krizisi bor. Bizda qaloqlik krizisi bor. Bizda bilimsizlik, nadonlik krizisi bor. Bizda tashabbuskor bo'lmaslik, pasiblik krizisi bor. Bizda madaniyat safa krizisi bor. O'ylab baqili. Bizda nima degan krizislar bor? Demek biz o'zimizga zulm qilyapmiz. Allah subhanahu wa ta'ala bizga 1400 yil burun o'qishni, madaniyatlik bo'lishni, ilm ma'rifatlik bo'lishni, dunyoni ichishni, dunyoni kizishni, dunyoni bayqashni, yer sharini gullantirishni, eng kuchli bo'lishni, iqtisodda, badanda, harbiylikda, harbiy qurol yarog'da hamma jihatdan kuchli bo'lishni bizga o'rgatdi, yo'llarini ko'rsatdi. Axloqda bütün Qur'oni Karim boshdan oyoq axloq o'rgatdi. Lekin biz o'zimiz qilib mushkuna qildik. Hamda men bunda deyishimdagi maqsad sizlarni umidsizlantirish emas qarindoshlar. Qat'iy umidsizlanishga bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: İnna lanansuru rasulana vellezina amanu fil hayatid dunya ve yevme yaqumul ashhad. Biz haqiqatan jazman payg'ambarlarimizga va payg'ambarlar bilan iymon etganlarga mushu dunyoda g'alaba ato qilamiz. Qiyomat kunsi ham utuq ularga bo'ladi deydi qarindoshlar. Allah va'da qilyapti. G'afir surasining 51-oyatida biz chuqum mu'minlarga nusrat ato qilamiz deydi.
Rasul Akram sallallahu alayhi ve sellem bo'lsa İmam Ahmad Hanbal rahmetullah alayhi naql qilgan hadis sharifda la yablughanna hadzal amr ma balagha al-layl wa an-nahar wa la yatrukullahu bayta madarin wa la wabarin illa adkhalahu Allahu hadha ad-din bi'izzi azizin aw bi dhulli zalilin yu'izzu bihi al-islam izzan yu'izzu bihi al-islam wa dhullan yuzillu bihi al-kuffar. Al-Kufr degan. Bunda degani ma din islom deydi. Kecha kunduz buldigan har bir yerga yetib boradi. Alloh subhanahu va taolo qishloqdagi chidir uylardan tortib, shaharlardagi qavat uylargacha bu dinni akirdi Alloh subhanahu va taolo. Azizlarni aziz qilish bilan, xorlarni xor qilish bilan, Alloh yo'lda manganlarni aziz qilish bilan, Allohga qarshi chiqqanlarni xor qilish bilan bu dinni chuqum akirdi deydi. Rasul Akram sallallahu alayhi ve sellem him bir hadis şerifte innalloha zawalil arda mashariqaha ve magharibaha. Allah subhanahu wa ta'ala ziminni man kichikletib, yani ziminni bütün yer şanı köz aldım akilip gösterdi. Ziminning mashriqi bilan mag'ribini ko'rdim. Mening ummatim aş mashriq bilan mag'ribiga yetidi, ulishidi, o'sha yani shu yerda bo'ladi, musulmonlar bo'ladi degan. Mush hadisni hadisshunos Albani rahmetullah alayhi izohlab, "Tex bu ish bo'lmadi, bundan keyin bo'ladi. İslam bütün dunyoda bir qatim yer sharlashadi" degan qarindoshlar. İslam dunyoda bir qatim yer sharlashadi, ko'z oldimizda bo'ldi degan. Demak, biz umidsizlansak bo'lmaydi qarindoshlar. Biz chuqum umid bilan yashashimiz kerak. Xo'sh. Endi bizning umidimizning holimiz shu. Unda bo'lgan ekan, sizlar bizningki vazifamiz nima qarindoshlar? Biri, men sizlarga deyman, qat'iy umidsizlanmaydi. Umidsizlansak bo'lmaydi. Chuqum Alloh bu zonning egisi bor. Chuqum Alloh bor. Biz faqat vaqt masalasi sabr qilsak, qo'limizdan kelish tirishsak, inshaalloh chuqum g'alaba qilamiz. G'alaba bizga mansub. Ey qarindoshlar, buni Alloh dedi, men demadim. Ey mu'minlar, sizlar bununla iman etishinglar kerak. Shu umid arzu bilan yetishinglar kerak. Ammo bu g'albaning qo'lga kelish uchun sizlar bizningki vazifamiz nima? Biz davomli to'rlar qarasak, "Voy qarindoshlar, ovib ketdi, mavib ketdi, qanday qilamiz, yo'l ko'rsatmamizlar" deydigan gaplarni jiq anglaymiz qarindoshlar. Davomli boshqalarning bir bizni qutqizishni, aramızda bir qutqazuvdan chiqib bir odamning bizni qutqizib olishini mashina arzu qilamiz. Yo'q. Men sizlarga deb qo'yay. Uyg'ur musulmonlari shuni bilinglarki, bizga faqat Alloh va uningdan qilib qolsa Alloh va uningdan qilib qolsa Alloh va uningdan qilib qolsa o'zimiz bor. Har bir shaxs buni bilishimiz kerak. Endi bu yerda bir ta'kidlamoqchi bo'lgan muhim bir masala bo'lsa, endi mushu kafirlardan qutulish yo'lida nurg'un harakatlar bo'lyapti. Endi hamma odam o'zininkin to'g'ri qilib, birisi mandaq qilsak qutulimiz deydi, birisi andaq qilsak, birisi maktab etish bilan qutulimiz deydi, birisi yo'q ma'arif degan tugidi faqat jihodla qilimiz deydi, birisi yo'q pul topsaqla bo'ladi deydi, birisi g'arbga eslayotdi, birisi sharqqa eslayotdi, birisi Amerika, birisi Yapon, birisi mushundoq qilib ketib bordi. Men endi bu siratni o'rganish orqali bizni birdan bir qutqizadigan yo'l Rasulullohning hayotida demak uchun mana bu darsni so'zlayapman. Yana hozirgi bizningki mushkundagi ahvolimizdan ma payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hayotini so'zlashdagi darsga maqsadim mana shu qarindoshlar. Chunki Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam shunday deydi. Wa'azana Rasul sallallohu alayhi vasallam maw'izatan baligha deydi. Yani Irbad ibn Sariya degan sahabe shunday deydi. Payg'ambar alayhisalom bizga shunday bir nasihat, vaz nasihat qildiki, qalblarimiz zilzilaga keldi deydi. Ko'zlarimizdan yoshlar yomg'irda qo'yilib ketdi. Biz ya Rasululloh, ey Allohning payg'ambari, sen bizga eng oxirgi qitimki xo'shlashish bir nasihatni qanday mushunda nasihat qilding?
bizga texim bir nasihat qilib qo'ygin ya Rasululloh desak, Rasululloh bizga unda bo'lsa, men sizlarga qilgan nasihatim Allohdan qo'rqinglar. Allohdan aymininglar. Allohdan hayo qilinglar. Va sizlar ish ustidagilarga ish ustidagilar, ya'ni mas'ullar qora qul bo'lsa-mu itoat qilinglar. Bunda bo'ysuninglar, tashkilotchilikni bilinglar. İntizamni bilinglar, beshinglar kelgancha ish qilmanglar. Deb bo'lib, mendinkini yashaganlar noite ixtilof datalashni ko'rsizlar. Yani hazır biz bu atkan iş şu kardeşler. Çoğum, küçük, uçi, buçi, biçi dep birbirimizde başta ihtilaf muşnu Resulullah görürsüler değil. Dep bulup sil muşundan ihtilaf kıp kavakta فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. Taz ihtilaf kıp kavakta da sil qanda kılışana gerek menin yolumnu tutunlar. Ve to'g'ri yo'lda mangan xalifaning yo'lini tutinglar. Yani to'rt xalifaning yo'lini tutinglar. Ularning u yo'lni iziq chishinglar bilan tishlab qo'yib qo'ymanglar. Uning gapi kirmanglar. Undaq chiroyliq, dabdubilik, oy har qancha gap bo'lsa-mu, mening yo'limni va to'rt xalifaning yo'lini tutinglar. Shuningdan hazar aylanglarki, mening yo'limga yot bo'lgan, ya'ni bid'at yo'ldan hazar aylanglar. Çünkü bid'at azg'ulluq dedi. Endi bu yerda mening demoqchi bo'lganim qarindoshlar, mushu Uyg'ur musulmonlar, dünya musulmonlari mu shundoq, ammo bo'libmi Uyg'ur musulmonlarning Rasulullohning hayotini yaxshi bildiganlar bek az. Xuddi ashu nadir buyumlardeklam az. Ben dedim kardeşler, sizden sordum. Resulullah'ın bir günlük turmuşunu bildiğin adam bamu desem, baş içinlerden biraz çıkmaydı. Çıkıp kalsam Allah'ım da kadar çıkıp kalır ki, şu çıkıp kalanlığın özü acayip bir işemdi. Muş derecede biz. Bizning meyli muş İslam davasını kılıvatkan, İslam yolda cihat kılıvatkan, İslam yolda ma'arif bilen şug'ullanayotgan, İslam yolda hizmet qilayotgan, o'qiyotgan, bu o'qiyotgan adamlarni akilib, Rasulullahning hayotini bir tushundi desa, osmondan, tog'dan, bog'dan so'zlab o'ltirdi. Ballarga Rasulullahning hayotini o'rgatanmaydi. Xotin ballarga Rasulullahning hayotini o'ltirib muzokiralashmaydi. Nima uchun? Bilmaganlikdan mushundoq qildi qarindoshlarimiz. Şunun için mana biz mushu halimizden qutlayli deydikenmiz. Biz özümüzün qutuluş yolunu Resulullah'ın yoludan, Resulullah'ın hayatıdan izlep mana bu dersini kılıvatımız. Belki sizlerning içinlarda men mush dersini sözlep bersem, bu dersinin tigiga menden bek yetip, Resulullah'ın hayatını mendek bir talipçaktan bek düşünüp, hayatınlarda utuq kazanışına mümkün. Resulullah'ın hayatını ügünüp içimizden kumandallığa çıkış mümkün. Resulullah'ın hayatını ügünüp içimizden ne ziyallığa çıkış mümkün. Şununla deymen karındaşlarımız, biz Resulullah'ın hayatını naati yaxşı ügüneydi. Çünkü Resulullah'ın hayatı bolsa karındaşlar, bizning dinimizningki ikkinchi manbasi hisoblanadi. Bizning dinimizning asosiy manbasi birinchi Qur'oni Karim, ikkinchisi Rasulullah'ning hayoti. Buni biz Rasulullah'ning hayoti hadis deymiz. Bu nimdan gap? Masalan, bu Rasulullah'ning hayotini yoki hadisni 3 turga bo'lishga bo'ldi qarindoshlar. Birinchisi Rasulullah'ın hayatı yoki Rasulullah'ın degan so'zlari, qilgan ishlari, ish harakatlari Qur'oni Karimdagi mazmunni ta'kidlaydi. Masalan, Allah subhanahu wa taolo Qur'oni Karimda aqimus salat, atuz zakat, kutiba alaykumus siyam, faman farada fihinnal hajja fala rafasa va la fusuq. Yani degan oyatlarda siz namoz o'qinglar, zakat beringlar, haj qilinglar, ro'za tutinglar degan Qur'onda oyat bor. Peygamber Aleyhisselam nima deydi? Buniyal İslam ala khams. İslam 5 narsa üstüge kuruldu. Namaz, zakat, hac, roza, şehadet. Yani Resulullah'ın hayatını bunda 3 xil tushunamiz. Ya Qur'oni Karimda kelgan so'zni ta'kidlaydi, bu birincisi. İkincisi qarindoshlar, Qur'oni Karimda nurg'un masalalar prinsipal shaklda bayon qildi.
Ammo konkretni Rasululloh bizga deb bergan. Masalan, şunun o'xshimi namoz. Masalan, Qur'oni Karim namoz o'qinglar dedi. Ammo qanday o'qiymiz? Rukuda nima ish qilamiz? Sajdada nima ish qilamiz? Sajdada qanday sajda qilamiz? Rukuni qanday ruku qilamiz? Namoz o'qishdan tarat olish kerak. Taratni qanday olamiz? Mushuning konkret tafsilotini Rasululloh bizga bayon qilib bergan. Ya'ni birinchisi Qur'oni Karimnikini ta'kidlaydi, ikkinchisi Qur'oni Karimdagi prinsipal masalalarni konkretlashtirib turdi. Uchinchisi Qur'oni Karimning umumiy prinsipiga uyg'un bo'lgan Rasululloh o'z oldiga bizga deb bergan amaliyot vahiydin iborat qonunlar bor. Masalan, Qur'oni Karimda qarindoshlar eshakning go'shini halolmi haromi buni demagan. Masalan, yo'lvasining go'shini halolmi haromi buni demagan. Nurg'un qushlar, masalan qarchuq deymizmi, buni halolmi haromi bizga demagan, ammo Rasululloh bizga deb bergan. Masalan, har qandoq hingangchi va, ya'ni go'shxo'r hayvonlar, hingaygan chishva hayvonlarning hammasi harom ekanligini, noy tirnoqlari uzun tirnoqlar bilan ovlaydigan qushlarning harom ekanligini deb bergan. Masalan, shariatda bir qiz bilan shu qizning hammasini bir vaqtda og'il bo'lmaydi. Buni bizga Rasululloh deb bergan. Mushundoq ya Rasulullohning hayoti mushundoq bo'ldi. Ya Qur'onni ta'kidlaydi, ya Qur'ondagi prinsipal masalalarni konkret bizga tafsiliy deb turdi, yoki Qur'onda tilga olinmaganni Rasululloh bizga deb turdi. Demak, biz mana Rasulullohning mush hayotini mushundoq tushunishimiz kerak. Mana ba'zi qarindoshlar yaqinda az to'l chiqib qoldi, hadisni inkor qildigan, bizga voy Qur'on yetidi deb, o'zlariga Qur'onchi deb nom qo'yib olgan yolg'onchi kazzoblar chiqyotdi. Qarindoshlar, men sizlarga aniq dey, dinimizda Rasulullohning hayotini inkor qilgan, ya'ni hadisni inkor qilgan deb kafir. Chunki Qur'onni bizga eng tushundirdigan odam Rasululloh. Rasulullahning hayotini, Rasulullahning so'zini, Rasulullahning qilmishini yo'q chiqarib biz Qur'on bizga yetdi desang, sen Qur'onni qanday tushunsa, Qur'onni qanday shu uzang bilgancha kallang kelgan tushun. Qur'onning so'zligi bilan o'ynaysan. Bu Qur'onni Xudo oshpazning ximirdek bir dam sovman, bir dam lag'man, bir dam manta, bir dam cho'chir qilish maqsadida Rasulullohni bizning Qur'onni hadisini armoqchi bo'yotdi. Ba'zi setilma, xoin, iflos Uyg'urlar hozir mush tashviqotni qilib Uyg'urlarga dushmanlik qilyapti qarindoshlar. Kim uchun ishlayotdi? Alloh o'zi biladi. Mana bundoq malullardan biz cho'qim hazar aylishimiz kerak. O'ylab boqili. Bir musulmon dada onadan tug'ilib, musulmon cho'ng'ilib, hijil olmay turib, İmam Buxoriy, İmam Muslimni tilga ilingan, Rasulullohning hayoti so'zlangan mushundoq masalalarni inkor qilib, kitoblarni tarjim qilib, mush ideyani taqdiyotidir. Bu ideyani yaxshi surishti qilsanglar, tarixini surishti qilsanglar, bu Hindistondan boshlangan bo'lib, Angliya axborot idorasining o'yini bu qarindoshlar. Bu tarix hammadan bilgan ish, ammo bizning ba'zi oq ko'ngil, dinni tushunmagan ziyolilar mana mushu yo'lga kirib kelyotdi. Ammo buni boshlangan odamlar, buni qilayotgan odamlar o'zining balki moddiy manfaati yoki dindan to'liq xabari yo'qligidan mushlarga kirib kelyotdi. Shuning bu yo'lga kirib qilishdan qarindoshlarimni men ogohlantiraman. Endi biz bu Rasulullohning hayotini dinimizdan qat'iy arish qilib bo'lmaydi qarindoshlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Fala va robbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum" deydi. Sening Rabbing bilan qasam deydi Allah. Ya'ni Rabbing bilan qasamki Muhammad, ular o'zaro datalashlarda sening qishin kelib, sening hukmingga qoyil bo'lmoqchilik ular hargiz mu'min emas davasa. Ma Qur'on davasa ma gapni. Sen bu Rasulullohning hayotini inkor qilsang, namozni qanday o'qimoqchi? Sen bu qanday qaysi din men tushunmadim? Ey qarindoshlar, bütün dünyadaki Rasul sahabelerinin dövrünü tatip sil bizden dövrümüz kaychilik Peygamber Aleyhisselam anda qilgan, Peygamber Aleyhisselam man deganda yashab kelyapsak, hozir mal'un bir kishilar chiqib, voy bu bizga Qur'on yetadi, hadis deganning rasuva yolg'oni bor deb. To'g'ri, hadisning rasular yolg'oni bor. Lekin bizga giganit olimlar chiqib, ras hadisdan yolg'on hadisni arpagan. Biz nimaning ras hadis, nimaning yolg'on hadis ekanligini o'qiganlar bilamiz.
Sen okumay üzən aralashtirib ötüp bu yalğan hadis vakan, dinə yalğan hadis aralashib qaldı ekan deb, yo'q banani tepib, amma bütün hadisni inkar qilishing bu azg'unlik bo'ldi qarindoshlarimiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo har bir mu'min musulmonni mush Rasulullohning hayotini o'rganib, Rasulullohning qilmishlarini o'rganib, mush hayotida bir utuq qozongan bir shaxs bo'lish uchun Rasulullohning hayotini, Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsa, shundoq o'rganish kerak. Rasulullohning navrisi bo'lgan bir kishi shundoq deydi, ismini unutib qoldim, yoki Rasulullohning navrisi. Biz bolalarimizga Qur'ondagi so'rni qanday o'rgatgan bo'lsak, Rasulullohning hayotini shundoq o'rgatamiz degan qarindoshlar. Biz Qur'onni qanday o'rgangan bo'lsak, Rasulullohning hayotini shundoq o'rganishimiz kerak. Chunki Rasululloh insoniyat tarixida, insoniyat butun yer shari tarixida mislisiz utuq qozongan bir shaxs. O'ylab baqili, Napoleon siyosat utuq qozongan. Yani mushu harbiy ilmida utuq qozongan. Gandhi desek siyosat utuq qozongan. Shakespeare desek adabiyotda she'r utuq qozongan. Tolstoy desek yozuvchilikda, Aristotel desek falsafada. Amma Rasululloh mushsaning hammasi utuq qozongan. Shundaq utuq qozongan, qozonmagan degan nochuvasiga o'tirib qo'yib baqsin. Bu qozonganligini butun insoniyat e'tirof qilgan. Meyli biz bu Rasulullah bir siyasi emas, ıslahçı emas, ismi peygamber, Allah'ın elçisi qarindoshlar. Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah'ın ilmi to'g'riliq allamahu shadidul quwa. Bununla acayip güçlük, ilim bilimli güçlük Cibril öğretti deb Rasulullah'ın ilmini Allah maqtagan zat ma'u. Biz mushundaq bir peygamber. Bunun hayatını chuqum o'rgansak, bu tarixda mislsiz bir shaxsning hayotini o'rgangan bo'lamiz. Bir musulmon buni o'rganish namozdan, hajdan, ro'zadan bak muhim farz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.